artık kişilerini orunlaştırır ve almashtirish ko'rsatish va Markaziy komitет Prezidenting hükümeti münasebetli kişilerini, mesela Şinjan münasebetli kişilerini almashtirish ve qaytadan hizmetli orunlaştırış ko'rsatishib, Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Siyosiy qonun komitetining Şinjan'da baş qilish o'rinda azroq o'zgarish bo'ldi. Bu belki Jungo'da muqimlikni qo'g'dash masalasidan milliy masalasi o'zgarganligini, Jiang Zemishan o'ttirib qo'ygan Şinjan yumshoq qo'lliq boshqarish tashabbusi va tasdiqlashini bugun markaziy hukumatning qatlamig'i yetib kelganligini ko'rsatdi. Bu yerda ben to'liq tushuntirgan bo'lsak, nima deydi? Hozirgi garchi Yilsoning o'rinlashtirilishi, shundoq Şinjan hukumatiga mas'ul bo'lishi, bu muqimlikni qo'g'dashdan navbatda sal boshqa bir o'zgarish kirganligini, Şinjan xizmatiga o'zgarish bo'layotganligini endilikda burunqidek nima deydi? Jiang Zemishan o'ttirib qo'ygan yumshoq bo'lish degan narsa hozir qatlamga, markaziy komitet qatlamiga kirganligini, masalan Şinjanda muqimlikni qo'g'dashdan iborat siyosatning bugun milliy masala deyilgan siyosatga o'zgarganligini, demak bu yerda tunji qatim milliy masala e'tirof qilyotdi. Biz buni keyin vaqtimiz yetgan tahlil qilamiz vatandoshim. Demak birinchisi Şinjanda muqimlikni qo'g'dash degan siyosat Şinjanda millatlar siyosati degan siyosatga o'zgaribdi. Bunisini tahlil qilamiz. Hozirning o'zida Şinjan kelib xizmatda ishlayotgan yig'insin diniy radikalist kuchlarning kengayib ketishining oldini olishimiz kerak yoki taklifini